Demak, do'stlar, darslarimiz davom etadi. Birinchi darsda men sizlarga taobao haqida qisqacha ma'lumot bergandim. Aslida taobao haqida juda ko'plab ma'lumotlar berish mumkin va eng oddiy kichkina fakt, taobao programmasida siz 100 millionlab mahsulotlar topishingiz mumkin o'zingiz istaganingdek. Endi esa keling amaliy tomoniga o'tamiz. Demak, biz ushbu darsda Alipay programmasini ochish, ro'yxatdan o'tishni o'rganamiz. Demak, Alipay programmasiga kirish uchun avvalo siz Alipay programmasini o'rnatib olishingiz kerak. Buning uchun siz Play Marketdan Alipay deb yozasiz va mana shu programmani o'rnatib olamiz va unga kiramiz. Kirganimizda siz bu yerga o'sha nomeringizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Nomeringizni kiritganingizdan keyin kod yuborish tugmasi bor. O'sha kod yuborish tugmasini bosasiz va sizga kod keladi. Do'stlar, bizga SMS keldi. Demak, 362598 kiritamiz. SMS kelganidan keyin Alipayga ba'zida to'g'ridan-to'g'ri kiradi va ba'zi vaqtlarda sizni shaxsingizni tasdiqlashni so'rashi mumkin. O'sha vaqtda siz shaxsingizni tasdiqlash uchun qizil pasport deymiz, o'shandan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Ism familiyangizni kiritasiz, to'liq pasport ma'lumotlaringizni, pasportingizni skanerdan o'tkazasiz. Mana do'stlar, biz Alipay programmasiga kirib oldik.